tamam. Sizning umidlar oqlandimi? Umidlar oqlana qo'shan bilan shu kelasi 5 yillikda ishlari bo'lar, ishlagan ishlari. Shunda umid oqlana. Bu albatta anda xizmat etgan, anda millatimizga bütün ko'ngilin joni bergan kishilar endi indan ishlash uyatalar. Chunki ular bir nega qaramışa o'zlarining ko'ngili bilan shu millat bitmasin, o'ssin, ko'tarilsin deb ishlar. Mana shu fikr meni azrak yonimni tinchlantiradi. İşni aytaman, ana ko'z kuni sanaylar. Shaxsan sizning chiqishingiz bek yoqimli bo'ldi. Siz menga oldin nazarlandingizmi? Yo'qsa biror maqsadga erishdingiz deb o'ylaysizmi bu chiqishingiz bilan? Men yangi yozangnayım ana. Men bu bilan yozam, para bilan. Shunga ko'ra, banda param deyim, men ko'rmadim, men ko'zlardan shar ko'raman. Bu chiqishingiz yig'in jasadi deb o'ylaysizmi kongress ishini? Bilmeyim, kişilerge çık tesir ederge de yüreğin başıp bir sendalarga varıp yetimiz bir gavur. Çünkü aytamayız kişide milli an bir yukarı bulgandağına birbirine bir kişi tesir edesin. Anın için kişi ezir bulurga deyiz. Öyle ki benim köngülümde bu kişiler beni anlatlar deyip deyisin. Şirketlerin her birisi şu tileklerini getirgetleyenler diye bildim. Onların köngülünde şu fikirler, şu tilekler yatkandır. Yok,